Buyraklar inson tanasidagi eng jim, lekin eng muhim organlardan biri. Har 24 soatda buyraklar taxminan 50 litr qonni filtrlaydi. Bu butun tanangizdagi qonni o'nlab marta tozalash degani. Har bir buyrak ichida esa 1 milliondan ortiq mikroskopik filtr, nefronlar mavjud. Agar ularni bitta joyga yoyilsa, ularning uzunligi 100 kilometrga yetadi. Har daqiqada buyraklar deyarli 1 litr qonni tozalaydi. Va eng hayratlanarlisi, ular buni shunday aniqlik bilan bajaradiki, hatto eng zamonaviy texnologiyalar ham bunga tenglasha olmaydi. Buyraklar nafaqat filtr, ular qon bosimingizni boshqaradi, yuragingizni himoya qiladi. Qoningizda kislorod kamayganda, ular yangi qon hujayralari ishlab chiqarishni boshlaydi. Siz stressga tushganingizda buyraklar suvni ushlab qoladi. Tinch bo'lganingizda esa uni chiqarib yuboradi. Ya'ni ular sizning har bir holatingizga moslashadi. Va eng qo'rqinchlisi, buyraklar ishdan chiqishni boshlaganda siz buni deyarli sezmaysiz. Chunki ular 70% dan 80% zararlangunga qadar jim ishlashda davom etadi. Buyraklar bu shunchaki filtr emas. Ular sizning hayotingizni saqlab turadigan yashirin tizimdir.